Xo'sh, hurmatli obunachilar, mana xudo xolasa Instagram nemizda mana o'yinimiz Gullar opamiz Bernidan siz mana xudo xolasa kelib bizlardan Servant penal xarid qildilar. 6.800.000 so'mlik penaldan oldilar. Mana omadli konvert o'yinimizda ishtirok etyapti xudo xolasa. Gullar opa 30 dana konvert, ichida 30 dana sovg'a. Qaysi sovg'a chiqsa sizga? Omad, oling. Oling. Benim. Mana hurmatli obunachilar, ag'ang sovg'asi. Endi ichidan o'tirganini men ham bilmayman aypa. Bu sir. Xo'p. Gullar opa ana shu sovg'ani menga tashlab ketishingiz uchun men sizga pul taklif etaman. 200.000 so'm pul beraman aypa. Shuni menga tashlab ketasiz. Sovg'ani ko'raverik. Sovg'ani? 200.000 ham yaxshi. O'zi penalimiz qaytyotir, narxi tushyapti penalimiz. Sovg'ani ko'ramiz. Sovg'ani ko'raverik. Yana savdo etamiz. Xudo xolasa. Xudolaringizga baraka. Xudo xolasa. Unda hurmatli obunachilar, rahmat. Men taklif etishi bizdan Gullar opa, men taklif etdim. Sovg'ani hali ochib ko'rmadim. Baxt tavakkal, omad bu narsa Gullar opa. U hech sizda menda turgan narsa yo'q. $48.000 so'mlik antenna dedi Gullar opa. Bu домашний antenna, ya'ni uyda televizorlarda uyning ichida antenna qilib ko'raverasiz.